Onangiz rahmatlini zamzam bilan tenglashtirgan, ya'ni mani zamzamim degansiz. Onam o'ta sabrli ayol edilar. O'ta sabrli. Supur-sidir qiladigan, farrosh bo'lib ishlaganlar. Agar maktablar qurilmasa, kelajakda qamoqxonalar quriladi. $5000 qilish kerak. O'qituvchilarning oyligini. Yaxshi o'qitsa $10,000 berishimiz kerak. Shu negativlar sizni bir qalbingizga, ruhiyatga qanaqa ta'sir qiladi? Aslida qalb insonga bo'ysunadigan a'zo emas. Nima deb o'ylaysiz? Insonga muhabbat bir marta beriladimi yoki takror berilaveradimi? Muhabbat insonni shahvatga olib borsa, uni zarariga ishlaydi. Abror aka hozir sevib qolganlar. Chunki nafrat bilan sevgini chegarasi bitta chiziq xolos. Ayol va'da bersa ishonmaslik kerak. Va'dasini bajarmasa, unga sen erkakmisan deya olmaysiz-da. Ayolman deydi. O'zi aslida ayol kishi bilan munosabat o'rnatish bu juda ham oson, lekin juda ham ko'p erkaklarimiz mana shuni yo'lini bilmaydimi, xohlamaydimi ko'rishni. Erkalab ketadi ayol kishi deyishadi. Boshimga chiqib oladi ertaga deydi. Ozgina yaxshi gapirib qo'ysam deydi. Lekin juda oson munosabat qilish ayol bilan. Ayol yig'lagan jamiyatda kulishni hech kimga haqqi yo'q. Ayolni yig'latib bo'lmaydi. Haq bo'lsang yetarlar qadringga, sen yolg'iz kirarsan qabringga. Unutma, o'lim bor, unutma. Vaqt qadri Ra'no Mo'minova bilan. Azizlarim, maydoni 1,5 gektar joyni egallagan Jahon School maskaniga farzandlarimiz uchun ochilgan yangi maktabga tashrif buyurdim va sizga bilmadim qanchalar qisqa muddat ichida bu maktabning afzalliklari haqida aytib bera olaman, chunki 1,5 soatga ham sig'maydi bu ma'lumotlar, lekin imkon qadar qo'ldan kelgancha sizga hozir aytib o'taman. Birinchisi, qadrdonlarim, Jahon School maskanida sizni farzandingiz ingliz tilini Cambridge o'quv markazi dasturi asosida o'rganadi. Jahon Schoolda 11 yillik SkillDev dasturi joriy etilgan. O'quvchilarda aniq tabiiy va ijtimoiy fanlardan chuqur bilim olish imkoniyati bor. Maktabda shuningdek o'quvchilarning xulq-atvorini shakllantirish uchun ijtimoiy etiket darslari ham o'tiladi. IT-ni esa hammamizga yaxshi tanish bo'lgan Najot ta'lim dasturlari asosida o'rganishadi. Qizlarimizga esa Safiyadan qandolatchilik to'yaragi mavjud va Qamar kitoblar do'konining zamonaviy kutubxonasidan foydalanish imkoni farzandlar uchun yaratilgan. Azizlarim, umid qilaman o'z farzandini taqdiriga va uni bilim olish jarayoniga befarq bo'lmagan ota-onalar bizni tomosha qilishyapti. Albatta, bu maktab Jahon School 2025-yildan, ya'ni bu yil sentyabr oyidan o'z faoliyatini boshlaydi. To'liq ma'lumotni quyidagi telefon raqamlari orqali yoki opisaniyada qoldirilgan havola orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Polvon o'g'lim o'zimmi? Sevgili nonushtaydan. Mana nonushtamiz keldi. Qani qizim, ol. Axir bugun dushanba-ku. Dushanba? 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 Qani tez bo'la qolinglar. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Vaqt qadri podkastimiz orqali yana sizni xonadoningiz mehmoni bo'lib turganimizdan juda ham mamnunmiz va bugungi mehmonimiz o'ylaymanki, albatta bugungi mehmonimiz bilan qilgan suhbatimiz siz uchun juda ham manfaatli bo'ladi va ketkazgan vaqtingizga, umringizga afsus qilmaysiz degan umidda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abror aka, xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Sizni hamma taniydi. Lekin siz o'zingiz bugun o'zingizni nima deb tanishtirgan bo'lardingiz? Meni ko'pchilik yaxshi tanimaydi deb tanishtirgan bo'lardim. Chunki o'zimni kimligimni o'zim yaxshi bilaman. Ko'pchilik bizni yaxshi odam deb o'ylaydi. Shoyat shu o'ylaganlari fikrlari to'g'ri chiqsa deb yashaymiz. Hali o'lmasdan turib inson imtihonda. Bir narsaga katta bo'lmaydi. Hatto ba'zi aziz avliyolarimizdan aytishgan, bir kishiga nisbatan yomon baho berishdan qo'rqaman, Alloh taolo meni itga, maymunga aylantirib qo'yish xavotiri bor derdi. Endi vaholanki ular gunohni xayol ham qilmagan odamlar-da. Endi bizni davrimizga kelganda
bir odam o'zini ko'pchilikni nazdida ajoyib odam deb tasavvur qilishi xatarli. Nimaga sizga bu savolni berdim, ya'ni bu so'zni aytdim, sizni hamma taniydi deb. Endi bu narsani tan olishimiz kerak. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali mashhursiz. Qayerdadir o'zingizni adolatingiz bilan mashhursiz. Qayerdadir to'polonchiligingiz bilan, qayerdadir o'z so'zingizni vaqtida javob qaytarishligingiz bilan, hattoki sizni o'zbek Jirinovskiysi degan gaplarni ham eshitganman. Shuning uchun mana shu iborani aytyapman. Jamiyatda o'z o'rningizni topish uchun nimalardan voz kechgansiz? Xo'p. Biroz qiyinroq savol. Aslida bunga men jamiyatda o'z o'rnini topgan, bir maqomga erishgan odam deb bilmayman o'zimni. Yuqorida aytganimdek ko'pchilik meni tanimaydi deganimni bir ma'nosi, mana masalan, o'sha Jirinovskiga o'xshatayotganlar meni tanimaydi yaxshi. O'zlarining tasavvurlarida baho berishadi. Endi jamiyatda o'rningizni topganmisiz? Agar o'rnini topishlik bir oila qurib, farzand zurriyot yetishtirib, tarbiya qilib, jamiyatga bir foydali, manfaatli narsa taqdim qila olish bo'lsa, orzuyim shu. Shuni orqasida ketayotgan odamman. Buning uchun hamma narsadan voz kechishga tayyorman. Ba'zi o'rinlar bor, o'sha haq gapni gapirsangiz, sizga dushman paydo bo'ladi. U dushman oddiy dushman emas. Xatarli dushman, jinoyatchi dushman, qotil dushman bo'lishi mumkin. O'shanaqa paytda hayotdan voz kechib bo'lsa ham haqiqatni aytish kerak. Nimaga? Jamiyatni ma'lum bir qismini ogohlantirish uchun. O'shanaqa vaziyatlarga men ko'proq e'tibor bergim keladi. Agar yuqorida aytganingizdek ko'pchilik menga nisbatan yaxshi muomalada bo'lishini muhofaza qilib, indamay yashasam, ba'zi o'rinda munofiq emasmikinman deb qo'rqaman unda. Chunki odamlarni faqat yaxshi ko'rishligi sizni haqni aytishligingizni to'smasligi kerak. O'sha o'rinda biz jamiyatda o'rnimizni topdikmi? Qidirib yuribmiz, topsak kerak yaqinda, xudo xolasa. Bilasizmi, mana shu sizni chiqishlaringiz orqali albatta judayam ko'p insonlar sizni hurmat qiladi. Hayterlar deydi-yu zamonaviy tilda. Negativlar ham yo'q emas. Bir intervyungizda aytib o'tdingizki, endi indamay o'tirsak negativlar bo'lmasdi. Ya'ni biz jangga chiqdikmi, kurashga chiqdikmi, albatta bu holat bo'lishi tabiiy dedingiz. Hayot bu nima? Kurashmi? Shunda? Albatta, hayot kurashdan iborat. Yaxshi bilan yomon o'rtasida ham kurash davom etadi. Iloji yo'q. Endi hamma sizni yaxshi ko'rishligi, hech bitta odam yomon ko'rmasligi bu xatarli mavqif, xatarli o'rin bu. Uni munofiq deydi ba'zilar. Chunki hammaga yaxshi ko'rina olgan. 100% yaxshi odam yo'qki. Hammamizda xato bor. Albatta. Biz hammamizda xato bor deyish ham biroz maqtanish o'zi. Hammamizda oz-ozdan yaxshilik bor. Xatolarimiz ko'pki. Shundoq ekan, sizni yaxshi ko'rgan odamlaringiz yoki sizni yomon ko'rgan odamlaringiz bo'lishi bir ma'noda sal umid uyg'otadi. Demak, munofiq emasman. Aytadigan joyda ayta oldim. Odamlarni mulohazasini e'tiborga olmay, to'g'ri gapni aytdimki, yomon ko'rganlar bor. Va meni yomon ko'rayotgan odamlarni ham kimligi muhim. Ular agar jinoyatchi qavm, radikal toifalar, masalan, shunga o'xshagan axloqi buzuq odamlar bo'lsa, xursand bo'laman. Bular meni yomon ko'rish kerak. O'zi shunga o'xshagan o'rinlarda bir gap bor. Mavqifi, ya'ni pozitsiyasi aniq odamni dushmani bo'ladi. Pozitsiyamiz aniq bizni. Masalan, Abror Muxtor Ali desa, odamlarning ko'zida bir pozitsiya shakllanadi. Bundan 10 yil oldin aytib turgan fikrimizni bugun ham aytib turibmiz. Chunki u fikr shaxsiy o'zimizdan shakllanib chiqqan fikr emas-da bu. Qadimdan kelayotgan ustozlarimiz o'rgatib ketgan, mana shu yo'l to'g'ri, bundan boshqasi tajriba qilib ko'rsang ham chiqadi noto'g'ri deganim uchun aytib kelayotganmiz. Demak, mana shu pozitsiyamiz to'g'riligi uchun dushmanlarimiz aniq. Va biz bu maydonda agar yutuqlarga erishayotgan bo'lsak, buning uchun
dushmanlarimizga rahmat aytamiz. Shu negativlar sizni bir qalbingizga, ruhiyatingizga qanaqa ta'sir qiladi? Aslida qalb insonga bo'ysunadigan a'zo emas. Tashqaridan bildirmasangiz ham qalbda mahzunlik, xafalik bo'ladi. Lekin o'sha xafalik ni tasallisi ham bor. Qur'oni Karimda payg'ambar alayhissalom haqlarida "Wala yahzunka qawluhum" degan Alloh taolo. Rasulullohga xitob qilib, sizni ularning gaplari mahzun qilmasin degan. Demak, mahzun bo'lganlarki, qalblariga tekkanki, Alloh taolo tasalli beryapti. Xafa bo'lmang deyapti. Siz to'g'ri yo'ldasiz deyapti. Biz ularning kimligini juda yaxshi bilamiz deyapti. Siz bizga aytganini qilavering, ularning gapidan xafa bo'lmang. Payg'ambar alayhissalom qo'llarida Ibrohim degan farzandlari vafot etgan. Qo'llarida turib, ko'zlaridan yosh chiqqanda sahobalar so'ragan, siz hammi ya Rasululloh yig'laysizmi degan ma'noda. Ha deganlar. Qalb yig'laydi, ko'z yosh to'kadi, lekin bu til Rob taolo g'azab qiladigan gap gapirmaydi degan. Noshukrlik, jazo va sabrsizlikni oldini olib gapirganlar uni. Qalb bizni qo'limizda emas, qalb Allohning irodasida. Xafa bo'lsak, nimadan xafa bo'lyapmiz? Xursand bo'lsak, nima uchun xursand bo'lyapmiz? Shuni ajratib olsak bo'ldi. Demak, xafa bo'ladigan holatlar ham bo'ladi. Albatta. Xursand qiladigan holatlar. Ba'zi o'rinda men o'zimni faoliyatimda ba'zilar aytadi. Rosa sabrlisiz deydi, nimaga deydi. Shuncha gap, ya'ni so'z ustida ham bir xil turib gapiryapsiz, nimaga deydi. O'shanda aytamanki, men bu aytayotgan gapim shaxsiy tomorqam emas-da. O'zimni maqtayotganimda kimdir yomonlasa xafa bo'lsam, unda aytsangiz bo'ladi. Jazoba qilsam, janjal to'polon qilsam, unda ya'ni o'zini himoya qilyapti-ku deydi. Men o'zimni himoya qilmayapman-ki. Menga kerak emas-ki uni himoyasi. Men o'sha to'g'rini to'g'ri deb aytishning orqasida jonlar muhofazasi borligini ko'raman. Qo'liga qurol olib, boshqa siyosiy harakatlarni qo'lida qo'g'irchoq bo'lib ketgan qancha yoshlarimiz bor. Bularga indalmagani uchun ketib qoldi ko'pchiligi. Gapirish imkoniyati tug'ilganda gapirishni boshladik, minglab yoshlar qaytdi. Bu bizga ilhom beradi. Bizni yomon ko'radi, bizga aytdim yuqorida, yomon ko'rgan odamlarning qo'lida quroli bor. Ular odam o'ldirgan odamlar. Odam o'ldirishlikni meniki 5 ta bo'ldi, meniki 10 ta bo'ldi deb sanab yuradigan odamlar. Bir-biriga faxrlanadigan odamlar. Jinoyat ko'chasiga kirib, shuni tabiati o'rnashib qolgan odamlar. Shularga qarshi gapiryapmiz biz. Ularni savdosiga xalaqit qilyapmiz. Odam sotib olib, odam sotib turibdi-da bular. Undan xavotir qilishimiz kerakmi desa, yo biz bundan xavotir qilishimiz kerak. Bolalarimiz o'shalarning qo'lida, o'shalarga qo'shilib, qotilga aylanib ketishidan xavotir qilishimiz kerak. Bu yog'icha desa, bu yog'ida iymonimiz bor-u. Yaxshilik, yomonlik Allohdan. Ulardan qo'rqmaymiz. Inson shaklini saqlab qoladigan fazilatlaridan nima deb o'ylaysiz? Insonni inson shaklini saqlab qoladigan fazilatlardan eng cho'qqida meni bilishimcha vijdon. Chunki vijdon insonni hammasiga qo'shib yaratilgan. Buni ichki tuyg'u deydi. Yomonni yomon ekanligini hamma yaxshi biladi. O'zi biladi. Yaxshini yaxshi ekanligi ham hammaga oshkor. Uni vijdon hal qiladi. O'shaning uchun ba'zi ateistlar bor, Xudoga ishonmaydi, lekin yaxshi odam. Axloqli, ya'ni vijdon amri bilan ish qilayotgan ko'rinadi. Demak, o'sha narsa unga agar iymon, e'tiqod, boshqa narsalar ya'ni oshkor bo'lsa, u yaxshi odam bo'lib davom etadi. Payg'ambar alayhissalom aytganlarki, sizlarni johiliyatdagi yaxshilaringlar islomdan keyin ham yaxshi bo'ladi deganlar. Johiliyatdagi o'sha hali musulmon bo'lmasdan yurgan paytidagi makr hiyladagi odam ham musulmon bo'lgandan keyin uni tark qila olmasa, unga iymoni foyda bermaydi. Shuning uchun vijdon insonni insoniyligini saqlab qolishdagi eng muhim omil deb o'ylayman. Siyosiy qarashlar haqida mavzuyimizni davom ettirmoqchiman.
behisob shukur, Yaratganga behisob shukurki, biz tinch mamlakatda yashayapmiz. Mana hozir siz radikal yo'nalishga kirib ketayotgan yoshlarimiz haqida gapirdingiz-ku. Mana kuni kecha Hindiston va Pokiston o'rtasida ziddiyatlar boshlandi. Mana shunga sizni munosabatingizni bilmoqchi edim. Bular endi dunyo maydonida global siyosatni o'yinlari, men suhbatlarimda aytganman, butun dunyoda shunaqangi rivojlanishi mumkin bo'lgan, do'st bo'lib kuchayib ketishi mumkin bo'lgan davlatlarni orasiga nizo solish siyosati bor. Pokiston, Hindiston aslida o'rtada chegara bo'lmagan bir paytlar. Bir xil millat, bir xil elat bo'lib yurgan. Iymon e'tiqodida farq bo'lsa ham bir-birini hurmat e'tibor qilgan. Bularning o'rtasiga nizo solishdan o'sha globalistlar manfaatdor. Bu yoqda Koreya, Shimoliy Koreya, Janubiy Koreya qilib qo'ygan. Bu yoqda Xitoy, Tayvan shunga o'xshagan muammoni qaynoq ushlab turishadi. Bu yoqda Rossiya bilan Ukraina. Ikkalasi ham bitta millat bo'lsa, qoni bir, ajdodi bir bo'lsa, tili bir bo'lsa, bularni o'rtasiga nizo solishdan siyosiy manfaatlar bor. Buni tagiga kirib yaxshilab surishtirsangiz, tagida e'tiqod yotadi o'zi. Bizni ko'zimizga dunyoviylik, davlatchilik deb aytilaveradi. Tagida katta maydonda e'tiqod yotadi. Shu boshqa mamlakatlarni urushtirib qo'yilsa, bu urushni qo'zg'agan tashkilotlar manfaat ko'radi, foyda ko'radi. Endi aytganingizdek biz tinch mamlakatdamiz, buni qadriga yetgan bor, yetmagan bor. Mana shu holatlarni ko'rganda qadriga yetishimiz kerak. O'rta Osiyodagi tinchlik tekinga kelayotgani yo'q. Qancha fidokorlar, qancha aqli, zakovati yetuk millatini o'ylayotgan odamlar orqada xizmat qilyapti. Oldinda turib ham xizmat qilyapti. Mana shu hozirgi kundagi O'zbekiston prezidentini siyosatini dunyo maydonida reytingda 10talikka kiradi deb o'ylayman. Chunki tinchlikparvarlikka qaratilgan biz yon qo'shnilarimiz bilan qanaqa aloqalarni tiklab tashlayapti-da. Afg'oniston bilan hattoki bizni o'rtamizda shunaqangi yaqin do'stona munosabat aylantirdi. Bu siyosiy diplomatik zakovat talab qiladi. Bu muhim. Shu asosda xizmat qilinyapti. U kishini atrofidagilar ham, harbiy yo'nalishdagi rahbarlarimiz, harbiy xizmatda xizmat qilayotgan yigit qizlarimiz, ichki ishlar, uyingizda bemalol yotganingizni orqasida ular uxlamayotgan, xizmat qilayotgan mehnati yotadi. Nimaga bu savolni beryapman? Balki mana shu holatlar bizga, yoshlarimizga, umuman jamiyatimizga bir dars bo'lishi kerak-da. Chunki adashmasam 20 yil bo'lib qoldimikan Andijon voqealari. Men o'sha payt Andijonda edim. O'sha kunlarda men tinchligini qanchalar qadri qimmat ekanligini tushunganman. Ko'chaga chiqishning ilojisi yo'q edi. Hattoki magazinga chiqib kelishning imkoni bo'lmagan. Endi bu deyarli 2 kun saqlanib qolgan. Keyin yana hamma yo'q ochilib, chiroyli o'z holatiga qaytgan. Lekin ana shu 2 kun ichida biz qanchalar tinchlikni muhim ekanligini, shukrini rostdan ham har tong turib shukrini qilish kerak ekanligini anglab yetganman-da o'shanda. Endi quruq gap emas-da, bu albatta urushni ko'rgan ota bobolarimizni bizga nasihati o'zi. Urushni ko'rgan ular. Mana siz 2 kunligini ko'rganman deyapsiz. Qirg'izistonda bo'lgan o'zgan voqealarida oldingi prezident Islom Karimov, Alloh rahmat qilsin, bu ham siyosiy ongi kuchli odam edi. U o'sha Qirg'iziston bilan bizning o'rtamizda urush chiqarmoqchi bo'lishgan. Andijon hodisalarida ham o'tda o'zini haqqimni talab qilib chiqyapman deganlar, ixlosli qancha odamlar bo'lgan. Lekin orqa kuch urush o'chog'iga aylantirish uchun ulardan foydalanmoqchi bo'lgan. Endi buni oqibatida xalqqa foydasi bormi yoki zarari bormi? Buni yoshlarimiz o'ylash kerak. Bizda masalan ahli sunna val jamoa degan e'tiqodimiz bor-da, Hanafiy mazhabi, Maturidiy aqidasi. O'sha aqidada bizni jamiyatdagi bo'layotgan hodisalarga qanday munosabatda bo'lishimiz e'tiqod sifatida o'rgatilgan. E'tiqod. O'sha e'tiqodlarning ichida har doim urushga, qilichga, qurolga murojaat qilavermaslik bizning e'tiqodimiz. Iloji boricha sulh
iloji boricha diplomatik aloqa, iloji boricha ba'zi narsalarga sabr qilib bo'lsa ham orqasidagi xalqqa yetadigan manfaatni qo'llab-quvvatlash kerak. Bu bizning e'tiqodimiz. O'sha e'tiqod asosida shuni amalga oshirishimiz kerak. Bu ideologiya bugungi kunda qay darajada hozir yoshlarga o'qitirilyapti? Qandaydir nuqsonlar ko'ryapsizmi? Ya'ni bizning ideologiyamiz imomlarimiz tomonidan o'rgatilyapti. Bizda diniy idora, rahbarimiz muftiy janoblari va fatvo bo'limi bor va 5000 dan oshiq O'zbekistonda imomlarimiz bor. Bular o'zlari ishini qilyapti. Ko'p odamlar imomlarni tanqid qilib, ularni yomonlashga harakat qiladi. Bunda bir qancha sabablar bor. Ya'ni ba'zi odamlarni ko'rasiz, jamiyatda o'rnini topolmagani uchun imomlarni yomonlaydi. Shu alamini biroz qondirish uchun. Imom aybdor ularni nazdida. Asli unaqa emas. Ba'zi ziyolilarni ko'raman. O'zi ziyoli deganda qo'shtirnoq ichida. Najib Fozilning bir zo'r she'ri bor. Insof qolmadi insof, hammada bola chaqa, bizda eng katta johil, eng ziyoli tabaqa degan. Shunaqa ziyoli degan nomni olgan eng johil tabaqa. Ular shu imomlarni gapiraveradi. Men aytaman, siz ziyolimisiz? Qani siz jamiyatga taqdim qilayotgan narsangiz? Qani she'r, qani roman, qani asarlar? Yo'q. Siz ishingizni qiling, imomlar ishini qilyapti. Imomlarni men zamonamizning qahramonlari deyman, Lermontov aytgan singari. Ular zamonamizning qahramonlari, qo'lidan kelgan ishni qilyapti. Ularga yuklatilgan vazifa xalqimizga axloqni, odobni, to'g'ri tarbiyani yetkazyapti. Ha, kamchiligi bor bitta-ikkitasida. Ha, bo'lishi mumkin. 100% ya'ni ideal shaxs yo'qki. Shunga o'xshagan joylarda aytdim men bir 3-4 ta joyda boshqa ulamolar ham aytgan. Ularning gapidan ko'chirib aytdim men. Imomlarni misol keltirib, bizni musulmonchiligimizni tanqid qilib undan ko'ngli soviyotganlar boylarning kamchiligini ko'rib boyligidan ko'ngli sovimaydi. Boylikni yaxshi ko'radi. Ha, biz imomning xatosini shaxsiy xato deymiz. Xatolar, jinoyatlar shaxsiy bo'ladi. Ommalashmaydi u. Qilgan odamga o'zi javob beradi. Imom, doktor, o'qituvchi, ichki ishlar, xavfsizlik bularda ishlayotganlarning xatosi u tashkilotlarning xatosi hisoblanmaydi. Uni shaxsining o'zining xatosi hisoblanadi. O'shaning uchun bu borada imomlarimizga alohida tashakkur va O'zbekiston siyosatidagi imomlarimizga berilgan imkoniyat uchun ham tashakkur alohida. Bugungi kunda ahli ilmlar orasida yaxshi ko'rib, hurmat qilib kimni tinglaysiz yoki bir yuragingizdan mehringiz bor? Endi biz o'zimizni ahli ilmlarimizdan Muhammad Ayub xondomlamiz borlar. Bu kishini ustoz deb bilamiz. Hadrat rahimahullohning asarlari bor. Meni o'zimda hech kimda yo'q videolar bor. Hadrat rahimahullohning deyarli hamma darsliklarini videosi menda. Endi so'rasa o'g'illariga beraman, bo'lmasa qolgan odamga bermayman. Menda bor. Ularni eshitaman, ko'raman. Kitob birga o'qiganmiz. Biz arabiy matnni o'qirdik, hadrat tarjima qilardilar. Undan tashqari ko'proq arabiy ulamolarni ham eshitib turaman. Yaqinda mana Qo'qonda Ibrohimjon domla o'tdilar, Alloh rahmat qilsin. Bularni ham hozir videolarni qo'yib boryapmiz o'zimizning kanallarimizda. Bularni Salohiddin domlamiz borlar. Bu yoshi ulug' ulamolardan hazrat shogirdlari. Ularni eshitamiz. Muftiy hazratlarini suhbatlari juda ta'sirli, ixlos bilan, ya'ni xalqqa yetkazayotganlari bilinadi. Ko'p ulamolarimiz ko'p. Endi arab diyorlarida Muhammad Hasan Valaddadu degan olim bor. Said Kamali degan olimlar bor. Hozir endi Suriyaning muftiysi bo'lgan Rufayda hafizahullohlar bor. Bularning hammalari ilmimizni yangilab borishimizda, mustahkamlab borishimizda muhim zotlar deb o'ylayman. Hazratni ustoz deb bilasiz. Hazrat bilan bog'liq qanaqangi bir qiziq voqealarni aytib bera olasiz? Hazrat bilan ko'p bo'lgan, oldin ham ko'p aytganmiz. Hazrat rahimahullohni farosatlari juda ulug' inson edilar. U kishini uslublari bu kitob o'qib topiladigan uslub emas.
Alloh taolo beradigan uslub. Menimcha buni orqasida Alloh rahmatsin hojlada dadalarini duolari, xizmatlari yotadi deb bilaman. O'sha duoni ijobati deb bilaman hazratni. Namangan viloyati Chust tuman Karkadan qishlog'ida yashaganman, tug'ilib o'sha joyda. Madrasada o'qib yurgan paytlarimizda biroz o'sha davrlarda yangi mustaqil bo'lgan paytlarimiz menga nisbatan biroz salbiy qarashlar bor edi atrof chekada. Keyin hazrat bilan ko'rishib darslarni boshlaganimizda hazrat Ramazondan oldin yoki shunga o'xshagan joylarda aytardilar. Sizlar tezroq yozdirib olinglar meni ihsonlarga, xayriyalarga borib suhbat qilishga. Boshqalar kelsa joy to'lib qoladi deb bizga yozdirardilar birinchi. Nimaga desa, chunki men borib suhbat qilsam, sizlarga yaxshi bo'ladi. Odamlar sizlarga nisbatan muomalasi o'zgaradi. Qarang, biz uchun go'yoki fido qilyaptilar o'zlarini. Keyin ukamni uylantirganda aytganman hazrat. Hamma narsalarni tashlab borganlar. Borib suhbat qilib berganlar. Ketganlardan keyin menga o'qrayib qaraganlar, quchoqlab ko'rishadigan bo'lib qolgan. Hazratda ajoyibotliklari. Endi nimaga eslayapman, chunki ustozlarning o'rni boshqada, har bir insonni hayotida bu zo'r xotiralar, bu zo'r albatta. Alloh rahmat qilsin, Shuhrat Qayyumov diktor edi u kishi, bizning yaqin do'stimiz edi. Oilalar bilan bordi keldimiz boradi. Shu kishi kelib menga hazrat oldiga olib boring dedilar. Keyin men endi hazratga iltimosdan bo'pti, olib keling dedilar. Kirdik, bordik. Keyin u kishi aytdiki, men dedi dars olmoqchiman sizdan. Shunga ruxsat berasizmi? Mana domla turibdi-ku bo'ldi. Shu domla menga yuklab qo'ydi. Shuhrat aka. Shuhrat aka endi shunaqa talabchan ekan. Meni uxlatmasdi-da. Dars beraman, darrov tayyor kelib topshiraman, turib olardi. Keyin majbur bo'ldim mendan ko'ra peshqadamroq bir odamga o'tkazishga. Bunda nima bor desa, hazrat bizni ham xizmatga tortardi-da. O'zlari aytardilar. Men shu vazifani o'zim o'tirsam bir soatda qilaman. Sizlar ham qilinglar. Sizlar ham o'rganinglar, o'zingizlarni o'rgatinglar xizmatga. Derdilar. Mana shunaqangi ishlarni odamning ko'nglini ko'tarardi. Alloh rahmat qilsin. Siyosatimizda nima yangiliklar bo'lganda siz xursand bo'lardingiz? Ilmga bo'lgan, muallimga bo'lgan urg'u yana ham kuchaysa xursand bo'lardim. Muallimni oyligini men bir paytlar aytdim. O'sha paytda bo'lsa 3 million, 4 million oylik olib turadi o'qituvchilar. Men kamida $1000 qilish kerak degan gapirardim. Endi hozir kamida bir $5000 qilish kerak o'qituvchilarning oyligini. Yaxshi o'qitsa $10,000 berishimiz kerak. Chunki ular tarbiya qilib beradi bizga. O'qituvchilarimizga deputatlarni daxlsizlik maqomini o'qituvchilarga olib berish kerak. Maktablarda o'quvchi o'qituvchini uryapti. Bechora o'qituvchi o'quvchiga kaltak yemaslik uchun qo'l ko'tarib qo'ysa, butun xalqqa olib chiqib sazoyi qilinyapti. Bu yaxshi emas bu. Bizning siyosatimizda o'qituvchilarga urg'u berilyapti, ona tili, adabiyot o'qituvchilariga alohida urg'u berilyapti. Bu yaxshilik. Yana mana shu narsani rivojlantirishni xohlayman. Yanada siyosatda shunaqa o'zgarishlar bo'lsa-da, o'qituvchining maqomi baland qilib qo'yilsa. Xususiy maktablarda imkoniyati yaxshi, qobiliyati yaxshi o'qituvchilarni olib oylik berib o'qityapti. Bu davlat maktablarida ham shunaqa bo'lish kerak. Odamlar davlat maktabiga intilish kerak. Prezident maktablari kuchli o'qituvchilarni ta'minlab beryapti. Davlat maktablari juda ko'p. 12,000 ga yaqin maktab bor adashmasam O'zbekistonda. 12,000 maktabni biz o'qituvchilarini kuchli oyligi ajoyib boshqa narsaga vaqt ajratmaydigan, faqat bola tarbiyasi bilan shug'ullanadigan maqomga chiqarishimiz kerak. 100% fikringizga qo'shilaman. Rostdan ham ustozlarni maqomini ko'tarish kerak. Abror aka, siz bilan juda mana hozir jiddiy mavzularda gaplashdik. Sizni she'riyatga bo'lgan mehringizni ham bilamiz, sezdim. Yana bir bor aytaman, sizni yaxshigina kuzatdim. Qalb eshiklarini astalik bilan ochadigan olam bu she'riyat aslida. Alisher Navoiyni qaysi o'ziz yoqtirgan bastalaridan yoki hamsalaridan tarjimai tafsiri bilan siz so'zlab bera olasiz? Bir lirik chekinish qilaylik. Endi Navoiyni bilmasdan turib, bizni sharq adabiyotidagi she'riyatga
kirish to'g'ri emas. Navoiy xonlikda bir baytini o'qib bergan edim. O'sha Hamsani yozishdan oldin o'zidan oldingi Hamsa yozgan zotlarga aytgan Navoiy. Shuni o'qib beray bo'lmasa. U kishi aytadiki, it kibichim pastlig'im chog'ladim, o'zni biyiklar ipiga bog'ladim. O'lsa alar ozimi dashti adam, man ham o'lay soya kibi ham qadam. Dashti baqo ichra alar bo'lsa gum, man ham o'lay robiuhum kalbuhum degan. Endi lug'at eski o'zbek tili va arab, fors tillari qo'shilgani uchun hozir ko'pchilik tushunmaydi. Shuning uchun aytyapman, tarjimai tafsiri bilan bizga. It kibi chun pastlig'im chog'ladim. Chog'lash, solishtirish. Men o'zimdan oldingi ulug'larga solishtirib ko'rsam, ular bilan meni maqomim itga o'xshab qoldi deydi. Men it kabi past bo'lib qoldim ularning oldida. Oddiy kuchuk bo'lib qoldim. Ularning atrofida yurgan. O'zni biyiklar ipiga bog'ladim. Itning tasmasi bo'ladi. Tasmani men it ekanman, lekin shularni ipiga bog'lab qo'yaveray deb ularga bog'lab qo'ydim. O'lsa alar ozim dashti adam. Ozim degani qasd qiluvchi degani. Agar ular adam yo'qlik sahrosiga qasd qilib kirib ketishsa, man ham o'lay soya kibi ham qadam. Men ham orqalaridan soyaga o'xshab qadamma-qadam ketaveraman. Chunki meni dastam ularning qo'lida-yu, tasmam. O'lsa alar kahfu baqo ichra alar bo'lsa gum. Kahfu baqo bu Qur'oni Karimda kelgan Kahf surasidan olingan misol. Saroyda katta bo'lgan yigitlar zulmga qarshi chiqqanligi uchun qarshilikka uchraydi va qochib borib g'orga kirishadi, kahfga. Kahf bu odam kirib 5-10 kishi o'tiradigan joyga kahf deydi arablar. O'sha joyga kirib uxlashadi, 309 yildan keyin uyg'onishadi. Shular bilan birga ergashib borgan it ham bor. Asarlarda otini Qitmir deydi. O'sha Qitmir ham ularga ergashib borgan. Cho'pon ergashib keladi-da, orqasidan iti ham ergashib keladi. Shu ham kirib, ichkariga kirib, u ham uxlaydi. 309 yil uyg'onishadi. Uyg'onganda butunlay hayot o'zgarib ketgan. Qo'llarida tillolari bor endi. Deklatianus davri endi. Biz Daqionus deymiz-ku. Daqionus davridagi tilla. Bor oziq-ovqat olib keldi, bir kishini chiqarib yorsa, tashqaridagi borib bozorga borsa, tillani tanishmayapti. Ya'ni tillani qadri tushib ketganmi yo odamlar qadrini yo'qotib qo'yganmi? Ajoyib bir bu yerda ham hikmat bor. Odamlar qadrini yo'qotib qo'ygan. Chunki tilla qimmat tilla, tillani qadri tushmaydi. O'shanga misol qilyapti Navoiy. Aytayaptiki, kahfu baqo ichra alar bo'lsa gum. Gum degani uxlash o'zi. Ular g'orning ichiga kirib olib uxlab qolishsa, man ham bo'lay robiuhum kalbuhum. Ularning 4-inchisi it edi. Robiuhum kalbuhum Qur'onda oyat u. Ashabi kahfni 4-inchisi it bo'lgan edi. Men o'sha it men bo'lay deyapti-da. Ajoyib o'xshatish. Navoiyga tan bermay iloji yo'q. Navoiy so'zni o'ynatib o'rgan. Mana shu joyda xos savol uyg'onyapti. Ijod va ibodat o'rtasidagi mutanosiblik haqida, ya'ni bog'liqlik haqida sizdan so'ramoqchiman. Qalbingiz og'rigan vaqtida duo qilasizmi, ijod qilasizmi? Endi menikini ijod demasa ham bo'lsa kerak, bizga havaskorlik. Ba'zan qalbingiz og'riganda havaskorlikdan bir narsa chiqib keladi. Ba'zan xursand bo'lganingizda. Ba'zi bir vaqtlarda mana shu 2 og'iz to'rtlik ham qalbingizdagi og'riqda shundoq sizga siz uchun so'zlab beradida. Shunaqangi to'rtliklar vaziyatga ko'ra, boshingizga kelgan hodisaga ko'ra chiqadi, lekin she'riyatni shunaqangi jihati bor. She'rni yozganda egasini ideal deb o'ylaydi odamlar. She'rda iloji boricha ideallik aks etishni xohlaydi yozgan odam. Lekin shoir o'zi unaqa ideal bo'lmaydi. Meni dadam she'riyatga qiziqardi-da, dadamni ta'siri bor bizning hayotimizda, adabiyotga, she'riyatga bo'lgan qiziqishimizda. Dadam aytardi, men derdi, she'rni o'qib
shuni yozgan odamlar ideal shaxslar bo'lsa kerak. Havas qilardim shular bilan ko'rishlikni orzu qilardim derdilar. Keyin bir necha muddatdan keyin ular bilan ko'rishib, gaplashib, kelib aytganlari esimda bor. She'riga o'xshamas ekan yozganlar derdilar. Abdulla Oripov bizni uyimizga borardi. Abdulla Oripovni bu Erkin Vohidovga yozgan she'ri bor. Biz ham yuksaklikka tikkandik ko'zni, bizda ham bor edi matonat bardosh. Arslon chorlaganda qoshiga bizni, lekin qumursqalar bo'ldi safardosh. Jami tiriklikka tanish bu xatar. Qumursqa yaralgan yoppa talarga, do'stim alam qilar arslon bexabar. Yem bo'lib ketsak shu qumursqalarga degan she'r. Shuni o'qiganda dadam aytgan ekan Abdulla Oripovga. Shu yerda noto'g'ri yozgansizda o'zingiz. Qumursqalarga yem bo'lib ketdik demasligingiz kerak edi. Hozir shunaqa qumursqaga yem bo'lmasdingiz degan ekanlar. Desa Farishtalar amin deyapti. Qo'llarini siqib aytgan ekan. To'g'ri aytyapsiz. Shuna demasam bo'lar ekan deb. Ajoyib ziyoli odam bo'lgan bu Abdulla Oripovlar, Erkin Vohidovlar. Siz ko'proq kimga o'xshaysiz? Onangiz rahmatligami yoki dadangizlargami? Meni tashqi ko'rinishim bir xil dadam bilan. Dadam meni yoshimda yoki suratlarni ko'rsangiz ajrata olmaysiz. Bir xilmiz. Endi xarakterim kimga o'xshaydi bilmayman. Ikkalala. Dadangizga o'xshasa kerak, chunki yaqindagina bir videoingizni ko'rdim. U yerda shu haqiqatni gapirib turaverardilar dadam degan gapni gapirgansiz. Balkim dadangizga tortgandirsiz. Balki. Endi Haligi aytdingiz-ku, onangga rahmat. bugun qo'yishdi. O'shani. Shuni aytib berdim oldin ham. Bizda endi madrasadan o'qib kelganman. Qarindoshimiz kimdir vafot etgan ekan, kirganmiz. Endi yosh bola Qur'on o'qishi bizni qishloqda bir sensatsiya bo'lardi-da, endi hayron qolardi odamlar. Men Qur'on o'qib chiqib ketyapsam, bir otaxon endi raislar kiyadigan etikni kiyib olgan, yugurib halloslab keldi-da. Otangga rahmat bolam, otangga rahmat. Kim o'g'lisan dedi. Men dadam otini aytib, Almonboy o'g'liman desam, onangga rahmat. U keyin Dadangizlardan ta'zirini yegan ekanlar. Dadamlar gap eshitgan uni. Dadam shunaqa mulohaza qilmas edi. Odamlarga bir haqni aytadigan bo'lsa, orqasi nima bo'larkin deb o'tirmasdi, gapiraverardi. Ko'pchilik yaxshi ko'rardi shuning uchun ham. Endi yomon ko'radigan odamlar ham, gap eshitib qoladigan odamlar ham bo'lardi. Alloh rahmat qilsin, endi she'riyatga juda yaxshi edilar. O'zlari aytardilar, necha yuzta ham she'ri yoddan bilaman derdilar. Biz endi tilimiz she'r bilan chiqqanda yoshligimizda o'zi. Bir narsaga e'tibor beraman, doim shu narsani mana o'zingiz bilan ko'rishganda aytaman deb, juda ham xotirangiz yaxshi. Dadangizga tortgan ekansiz-da. Xotirani to'g'ri yaxshiligi bordir. Bizda balki bu urug'dan tortadimi deydi. Hamma bolamiz ham, boshqalarda ham xotira yaxshi. Uni o'ziga suyanib bo'lmaydi, lekin xotirasi yaxshi odamlarning qanchasi xotirasiga suyanib umrini isrof qildi degan ulamolarimiz gapi bor. Ko'proq o'qishga bog'liq baribir. Xotirangiz zo'r bo'lishidan qat'iy nazar, kulli vazifa. Bilgan narsangizni agar tushunmasangiz, o'zingiz anglamasangiz, amalda bajarmasangiz, ne hojat deng? O'qigan kitobingizni ham kimgadir aytib beraman deb o'qishingiz kerak. Men o'qiyapman, bunga birinchi o'rinda o'zim amal qilaman to'g'risiga va boshqaga shuni aytib beraman degan ma'noda o'qilsa, zehnda yaxshi qoladi, xotirada shakllanadi. Rostdan ham aytib berish kerak. Men Avomil degan bir kitobni o'qigan paytimda onamga aytib berardim. Onam arab tilini bilmaydi. Arabcha kitob u. O'qib berib onamga tushundingizmi desam, ha deb o'tirardi-da. Al-Awamilu fin-nahwi ala ma allafahu ash-shaykh Abdul Qohir Abdurrahman al-Jurjani saqallohu sarahu va ja'ala al-jannata maswahu. Kitobni hammasi endi yod olganmiz endi kitobni. Zehnda yaxshi qolish uchun onamga o'qib berardim. Orada tushundingizmi deb qo'yardim. Ha, tushundim derdilar. Onangiz rahmatligini zamzam bilan tenglashtirgan, ya'ni meni zamzamim degansiz. Onangizni biroz eslasak, qarshi bo'lmasangiz. Onam o'ta sabrli ayol edilar. O'ta sabrli. Juda katta qiyinchiliklarni ko'rishgan. Bog'chada ishlardilar. Birinchi bog'chada o'sha supur-sidir qiladigan farrosh bo'lib ishlaganlar, keyin oshpazlikka o'tganlar. Juda sabrli, bog'chada ishlab kelib
uyda keyin non yopib, sigir sog'ib, uyni supur-sidir qilib, shunaqa tinmasdilarda. Meni ko'zimni ochib bilganim, shu nima qilsam onam xursand bo'larkin. Nima qilsam yo'llaridan kirarkinman degan ruhiyat paydo bo'lgan boshida. Keyin sal qo'limdan ish kelib qolganda, onamga bildirmay to ishlardan kelguncha sigirni sog'ib qo'yardim. Sog'ib, sutni qaynatib, qatiq qilish o'rganib olganman, qatiq qilib qo'yardim. Qo'limga supurgini olib, hovlini supurib qo'yardim, suv sepib. Kelib, hozir anaqa qilsam, meni ko'tarishni aytarkanlarda, shu o'g'lim yaxshi supuradi-da, toza supuradi-da desa, xursand bo'lib, harigini supurib, shunaqa qilardim. Keyinchalik Nonvoyga shogird tushganman, non yopardim o'zim. Bizda endi sigirimiz ko'chada turardi-da, ertalab maktabga bolalar, qizlar o'tsa, biz ko'rib kulardi endi. Yosh o'g'il bola sigir sog'maydi, shunaqa. Dadam aytardi, boksyorlarning qo'li mustahkam bo'ladi, shu sigir sog'arkan deb, uni ham xursand sigir sog'ardim. Onamni xursand qilishga harakat qilardi. Ilhomlantirib turar ekanlar-da siz. Hozir bilsak endi yosh bolaga bo'lgan anaqa ekanda, endi ularni ham tarbiya uslublari bo'lsa kerak. Keyin men madrasalarga o'qishga ketdim. Qayoqqa borsam onam orqamdan pul jo'natib turardilar. Onamni endi xizmatlar. Endi hamma odamning onasi o'ziga nisbatan bir farishtaga o'xshaydi. O'sha tashbihda shuni aytgandim. Hammani onasi suv bo'lsa, hamma odam suv bo'lsa, meni onam Zamzam. Sizni ham onangiz siz uchun Zamzam. Onalar sog' bo'lsin. Onani yaratmasin ekanda deb qo'yardilar. Chunki safarda ko'p yurganman-da men. Kelsam, shunaqa derdilar, shu sog'inib oldimda o'tir derdilar. Ketsam, keyin aytardilar, sen ketsang 2 kun, 3 kun o'tirgan joy topolmay qolaman. Alloh rahmat qilsin. Xaridoringiz bo'lganlarda. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Necha yoshda vafot etdilar? 74 yoshlarida. Qanchalar xizmatiga ulgurdim deb hisoblaysiz? Endi qo'ldan kelgancha qildik, baribir yuzga kirsalar ham, ketib qolsalar odam achinadi-da. O'shaning uchun qo'ldan kelgancha qildim xizmat deyman, deb o'ylayman. Rozi rizoliklarini oldim, duolarini oldim. Duolarning sharofatini hayotda ko'rdim. Men 6 yilmi, 7 yil, 8 yilmikin taxminan farzand ko'rmaganman. Lekin onamni dadalari duo qilishgan meni yoshligimda, quloqimda turadi. Ser farzand, ser davlat bo'lgin degan sodda duolar bor. Lekin iymonim komil, ishonchim komil, bu duo albatta ijobat bo'ladi. Keyin Alloh taolo bir farzand berdi, to'xtatib bo'lmayapti-yu. Nechta farzandingiz bor? Hozir nechta desangiz bir sanab ko'rishim kerak. Chunki 1 yil oldin boshqa, keyin boshqa bo'lib qolyapti-da. Hozir bir 10 ta bo'lsa kerak. Bolajonman o'zi. Hamma jiyanlarimni Toshkentga olib kelib olardim. Opalarim ya'ni qarshi chiqmasdi-da. Bolasi kichkina bo'lsa olib, 3 yosh, 2 yosh bo'lsa olib kelib Toshkentda o'zim bilan olib yurardim. Onangiz rahmatli ko'rganlar farzandlaringizni, bag'riga bosib, hammasini. Birinchi farzand ko'rganimda rosa yig'laganlar. Sen ham farzanding bo'lding, Xudoga shukr deb. Hozir shu farzandim ham 15 ga kirdi. Muhammad Sodiq Hazrat rahimahulloh ismini qo'yib bergandilar. Sizni shoir qilgan ayolmi yoki ijodga muhabbatmi? Ya, ijod aytdim, havaskorlik, sevgi haqida 89-yilmi, 90-yilda yozgan she'rim bor ekan. Bugungi kunda hozir tushaveradi ko'p narsaga. O'sha paytdagi endi ilhom o'sha ishqdan bo'lsa kerak-da. Maktabda o'zimni sinfdoshimni yaxshi ko'rib qolganman. Keyin she'rlar yozardim o'sha paytlarda endi. O'shalardan bittasini aytib beraymi bo'lmasa? Gul bo'lsayding, gulshaydosin ozi menman. Uchratib ishq nidosin ovozi menman. Lablaringdan mayli bo'lsin bo'ynima dor. Bas shu dorga osilishga rozi menman. 4 qator o'zi o'sha paytda yozilgan she'r. Undan tashqari shu to'rtligingiz juda ham keng tarqaldi. Juda ham keng tarqaldi. Keyinchalik mashrabni ko'p o'qiganman. Mashrabni ritmi,
uni vazni ajoyibda, mashrab boshqacha. O'shanga ko'ra keyin biroz meni ijodimda ilohiy ishqqa bo'lgan metaforalar, istioralar qatnashgan. Ulardan bitta she'rim bor, uni ham o'qib beraymi bo'lmasa? Manam dildordan ayrildim, agar ko'rsang xabar bergil. Labi xummordan ayrildim, agar ko'rsang xabar bergil. Labida lazzati asmor, so'zi nozik irur asror. Dilim ishqidadur abgor, agar ko'rsang xabar bergil. Talabgorman jamoliga, fido umrim visoliga. Hamma ojiz misoliga, agar ko'rsang xabar bergil. Arazlab qoldimu dildor, daraklab yurgichi abror. Tamom aybigadur iqror, agar ko'rsang xabar bergil. Necha yoshingizda yozgansiz bu she'rni? Yoshlar 20 atrof bo'lsa kerak. Demak, ana o'sha vaqtlarda sizni yaratganga mehringiz jo'sh urib turgan. Mashrabni o'qigandan keyin shunaqa vaznda she'rlarga o'tganman. Ungacha o'sha labi dor bo'lsa osalaman deb yurganman-da. Undan keyin biroz tasavvufiy lug'atlar Hayotini mana shu yo'lda bag'ishlagan shoirlardan bo'lganda endi. Mashrab boshqacha, mashrab baytlari. Ajoyib. Ajoyib. Qattiq o'xshash yozgan ekansizda, juda ham o'xshash. O'sha anaqa aruz vazni, matn shunga vaznga o'xshaydi. Abror aka, ayollar haqida savol bermoqchiman. Ayollardan nimani o'rgandingiz? Xo'p, ayollardan juda ko'p narsa o'rgandik. Ayol deganda birinchi ko'zimizni o'rniga ona keladi. Bizga ya'ni evassiz qilingan yaxshilik, haqqi ado qilinib bo'lmaydigan qarzdorlik onadan qolgan meros. Onamni hurmat qilganim uchun hamma ayollarni hurmat qildim degan bir iqtibos bor. Ayollarni to'g'ri tushunish kerakligini o'rgandim. Ya'ni turmush o'rtoqlarim shunga o'xshagan munosabatlarda mukammal ideal shaxs yo'q. Xatosini qidirsangiz fazilatidan mahrum bo'lasiz. Shu mahbubiy tahallusida iqtiboslar ham yozib yuraman. O'shanaqa kunlarda shunga o'xshagan narsalardan ham yozgan ekanman. Ayolning mayda kamchiliklaridan ko'z yuma olmagan erkak uni buyuk fazilatlaridan bahramand bo'la olmaydi. Ayolning kamchiliklari bo'ladi. O'sha kamchiliklari uni go'zalligi o'zi aslida. Umuman kamchiligi bo'lmasa, hayot qiziq bo'lmaydi. Intrigasiz hayotmi? Shunga o'xshagan ayollar to'g'risida juda ko'p gaplarim bor. Endi meni ayol shunosam deyishadi. Yana ayollardan saboq olgan joylaringiz ham bo'lganmi yoki ayol orqali tajribaga ega bo'lgan vaqtlaringiz shu mumkin emas ekan bularga nisbatan degan holatlar bo'lganmi? Shu ayol bilan urushib bo'lmaydi. Ayol bilan urushgan odam albatta yengiladi. Yenganda ham yengiladi. Chunki sen ayol bilan urushyapsanmi deyiladi. Ayolni fikrini o'zgartirib bo'lmaydi. Unga qo'shilasiz bo'ldi. Shunda qutulasiz. Ayolda yangi fikr yo'q deydi ba'zilar. Yo'q, ayolning har bir gapi yangi fikr. Oldingisiga o'xshamaydi. Kecha aytayotgan narsasini bugun teskarisini aytib turaveradi. Bir kunda 3 marta o'zgargandan keyin fikri. Bu ham uni fazilati. Albatta. Kecha unaqa degan eding-ku, bugun bunaqa deyapsan desa, bu meni fazilatim deydi. Ayol va'da bersa ishonmaslik kerak. Nimaga? U va'dasidan qaytish haqqi ham bor uni. Agar shuni bilsam o'zi haqqini. Ayol va'dasiga, ya'ni teskarisiga va'dasini bajarmasa, unga sen erkakmisan deya olmaysiz-da. Ayolman deydi. Erkak kishi va'dasiga amal qilmasa, sen erkakmisan deysiz. Ha desa, va'dangga vafo qil deysiz.
ayolga unaqa deyolmaysizki. Ha, ayolman deydi. Qanday nur deymiz unda. Shunga qarab muomala qil deymiz. Hadis shariflarida ayol kishini chap qovurg'anidan yaratilgan, qovurg'a qiyshiq bo'ladi, to'g'rilasang sinadi, to'g'rilayman desang, boricha muomala qil degan hadisdan kelib chiqib ulamolar aytadiki, bu jismiy ma'noda aynan qovurg'adan yaratilganmi? Yo bu yerda majoz bormi desa, aksar ulamolar majoz bor deydi. Majoz o'sha tabiatdagi ayollik xususiyat. Teskari ko'rinadi hammasi. Masalan, biz ayolni ojiza deymiz-ku. Lekin o'sha ojizaligi uni kuchi. O'shandan foydalanadi har doim. Bir narsani undira olmasa, darrov ojizaligini pesh qiladi. Ko'ziga yosh oladi. Meni tushunmayapsiz deydi. Men deydi, undoq qilishim kerak edi. Menga qaramayapsiz deydi. U da ertalabdan kechgacha qarab turgan bo'lasiz. Qanchalar ayolni ko'z yoshiga sizda matonat bor? Turib berishlik yoki yo bo'ldimi, ko'z yosh ko'rganingizdan keyin yengilasizmi? Endi uni ham oldingi munosabatga bog'liq. Agar zulm qilingan bo'lsa, ayol yig'lagan jamiyatda kulishni hech kimga haqqi yo'q. Ayolni yig'latib bo'lmaydi. Ayol yig'lash kerak emas. Lekin u o'zini ojizaligidan foydalanib yig'layotgan bo'lsa, buni bilamiz biz. Nima uchun yig'layotganini. Osonda ularga ko'z yosh kelish. U nimandir undirish uchun yig'layotgan bo'lishi mumkin-da. Unga ishonib, sen mazlum ekansan devori bo'lmaydi. Chunki uni orqasini surishtirish kerak. Nima uchun? Kimdan shikoyat qilyapti u? O'shaning uchun ba'zan ishonmaymiz. Nimaga? Qur'oni Karimda Yaqub alayhissalomning farzandlari Yusufni quduqqa tashab, otalarini oldiga vaja'u abahum isha'an yabkun deydi Qur'on. Akalar dadalarini oldilariga ko'zlarida yosh bilan kelishdi, yig'lab kelishdi. Agar ko'z yoshga ishonib, sen mazlum ekansan deyilsa, Yusufning akalari mazlum bo'lib qolardi. Vaholanki ular zolim edi. Yusuf alayhissalom quduqqa tashab o'ldiramiz deb kelishgan edi. O'shaning uchun ko'z yoshga ta'sirlanmasligimiz kerak. Modomiki zulm qilinmagan bo'lsa. Avvalo shu. Ayollarimizga ham iltimos, endi ko'z yoshi xudo behudaga chiqarishavermasin. Ayolni siz tarafingizdan misol uchun ayolga berilgan eng katta jazo bu qanaqa? E'tiborsizlik. Ayol e'tibordan qolishi unga og'ir yuk hisoblanadi. Ayolni hayotidagi baxt unga e'tibor bo'lib turishligi. U nafaqat sevgi, mehr, muruvvat, o'zaro vafo, o'zaro birlik, hammasiga e'tibor kerak. Ozgina narsaga xursand bo'ladi. Ayolning ko'ngli o'ta nozik bo'ladi. Ozgina shirin so'zga ham xursand bo'ladi. Bitta gul bersangiz, bosh osmonga yetadi. Gul qancha turadi hozir? Pul arzimagan pul turadi. 2 kilo go'sht olib kelsangiz xursand bo'ladi. Meni ro'zg'orimni but qilyapti, erim deydi misol uchun. Ayolga eng ya'ni yaxshi sovg'a e'tibor. O'zi aslida ayol kishi bilan munosabat o'rnatish bu juda ham oson, lekin juda ham ko'p erkaklarimiz mana shuni yo'lini bilmaydimi, xohlamaydimi ko'rishni. Erkalab ketadi ayol kishi deyishadi. Boshimga chiqib oladi ertaga deydi. Ozgina yaxshi gapirib qo'ysam deydi. Lekin juda oson munosabat qilish ayol bilan. Mana shu siz aytib o'tgan, yuqorida aytib o'tgan, agar qoidalarga rioya qilishsa, Ayol to'g'risida bir iqtibosni keltirib, ayolni tushunish degan kitobdan 6.746 sahifa muqaddimani ilk abzasi deb yozib qo'ygandim-da. Ayolni tushunib bo'lmaydi o'zi aslida, chunki tushunishga majbur emasmiz. Bir zo'r gap bor o'zi. Ayolni sev. Tushunishga urinma. Zotan tushuna olmaysan. Erkakni tushun. Uni sevish shart emas, erkakni tushun. Chunki zotan unga, ya'ni sevgingni izhor qila olmaysan, ya'ni u talab qilganidek. Chunki bu yaramas erkaklarning qalbi anorga o'xshaydi-da. Ayolning qalbi o'rik, bir dona danaga bo'ladi.
erkaklarga anor deydi-da. O'shaning uchun uni tushunish kerak. Radikal javob bo'lib ketdi. o'ylantirib qo'yadigan javoblar bo'lyapti. Abror aka, sizni hayotingizdagi umuman umr yo'ldoshingiz, ayollar sizni tanlovingizmi yoki taqdirmi? Albatta taqdir. Bizni tanlovimiz ham taqdir, voz kechganimiz ham taqdir. Taqdirimda bir kishi savol berdi. Ayolingizni qaysi fazilatini siz eng yaxshi fazilat deb bilasiz, dedi. Meni tanlaganini dedim. Bu ham qadarda, ya'ni. Albatta, men ham sizga shu savolni bermoqchi edim. O'shani bilib javobini aytib qo'ydim oldinda. Siz o'zingizni yaxshi turmush o'rtog'i deb bilasizmi? Xo'p. Yaxshi ota ekanligingizni biz juda ham yaxshi bilamiz. Hozir lekin mana shu oxirgi postlaringiz, Instagramdagi, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardagi kuzatganki odam sizni sezib turibdi. Juda ham hozir oilaparvar, Abror Muxtoraliga aylangansiz. Yaxshi otaligingizga shak shubha yo'q. Ya'ni gullar ko'tarib kelasiz ayolingizga, ular bilan birgalikda qayerlargadir borasiz. O'zingizni hozir yaxshi turmush o'rtog'i deb ayta olasizmi? Baho berish masalasida har doim men bu savolni tashlab o'tib ketgan. O'zlari aytib tursa kerak. Misol uchun siz yaxshisiz yoki yomonsiz. Ba'zan qattiqqo'lligim bor, siyosat qilaman. Bolajonligim bor. Farzandni yaxshi ko'raman, bolani yaxshi ko'raman. U kimni bolasi bo'lishidan qat'iy nazar. O'shaning uchun maktablar ochdik, endi bog'cha ochish rejamiz bor. Bola tarbiyasi muhim deb bilaman undan tashqari. Ayollarimga albatta ko'ngliga qarashga harakat qilaman, lekin biz ish odamimiz. Har doim u ishni qila olmaymiz. Endi ijtimoiy tarmoqlardagi bu lavhalar ko'proq ko'pchilikka ulashish, ibrat ma'nosida, targ'ib ma'nosida. Men shuni tushundim. Lekin mana shu siz bilan intervyu kelayotganimizda menga bir nechtasi aytishdi-da, Abror aka hozir sevib qolganlar. Hozir olib tashlasangiz bo'ladi. Biz hamisha sevib yashaganman deng. Sevgisiz hayot yo'q. Birinchi o'sha gurungimizda sevgi haqidagi she'rimiz ham rosa moda bo'ldi. Sevgisiz hayot yo'q. Sevgi bo'lmasa bu odamda nafrat bo'ladi. Chunki nafrat bilan sevgini chegarasi bitta chiziq xolos. Bir soniyada nafrat, bir soniyada sevgi aylanadi. O'shaning uchun sevgiga majburmiz. Sevishga majburmiz. Sevgisiz yasha olasizmi? Yo'q, mumkin emas. Chunki sevgisiz inson vahshiylashadi. Undagi mehr yo'qoladi. Hamma narsani boshida sevgi turadi. Sevgisiz hayot yo'q. Srochno sevib qolish kerak. Bir kishi so'radi menda jonli efirda. Sevgi bormi ustoz, deyapti. Bo'lgandachi sevgisiz hayot yo'q. Sevasizga yashaysiz. Sevasizga yashaysiz dedim. Sevmasa yashab bo'lmaydi. Yaxshi rafiqa siz uchun qanday bo'lishi kerak? Yaxshi rafiqa ko'rganingizda ko'zingiz quvonsa, gap gapirsangiz itoat qilsa, yo'qligingizda omonatingizni himoya qilsa, ko'chaga ketganingizda uyingizga qaytgingiz kelib tursa, shu yaxshi rafiqa bo'ladi shu. Sizni tushunsa, g'oyalaringiz, fikrlaringiz uyg'un bo'lsa, yaxshi rafiqa shu. Itoat so'zida nimani tushunasiz? Ayollar itoat erkak kishiga itoat deyilganda modomiki Allohga isyon qilinmaydigan ishlarda itoat. Bu endi qul bilan xo'jayin muomalasi emas. Shuni so'ramoqchi. Bu oilani mustahkamligi uchun qarorlar qabul qilish vaziyatlari bo'lib qoladi. O'shunaqa vaziyatlarda erkakning gapiga quloq solish kerak. Ayollarni zakovati erkakni zakovatdan ustun bo'ladi. Biz erkak ayol tengmas deymiz-ku. Nimaga tengmas desa, agar teng desak ayolga zulm qilib qo'yamiz. Ayolning yaratilishligi biroz ojiza holda yaratilgan, lekin aql, idrok, zakovat bu narsalarda
ayolniki o'tkirroq bo'ladi. O'tkirroq bo'ladi. Bir erkak kishi aytgan ekan, ayolingizga qattiq qo'l ekansiz, faqat aytganingizni qildirar ekansiz. Desa, ha, shu olganimdan beri man bir narsani aytaman, u teskarisini aytadi, u aytganda teskarisini qildiraman man. Debdi. Keyin ayoldan so'rashgan ekan. Aytibdi, man debdi, bu turmush o'rtog'imni birinchi kuniyoq bildim qaysarligini. O'shaning uchun nimani qildirmoqchi bo'lsam, teskarisini talab qildim. Keyin u meni aytganimni qildi, shunaqa yashab kelyapmiz degan. Ayol boshqaradi erkakni. Ya'ni menga itoat qilsin deb o'ylayman, asli unga itoat qilayotgan bo'laman. Ko'pincha shunaqa bo'lib chiqadi. O'shaning uchun ayollarga ham tavsiya. Xudo behudaga janjal qilavermasdan, xohlagan narsangizni teskarisini so'rang eringizdan va siz aytganingizni qilib beradi. Zo'r tavsiya lekin. Juda ham zo'r tavsiya. Har qanday buyuk insonni orqasida dono ayol turadi degan iboraga sizni qarashingiz qanaqa? Munosabatingiz Bu endi qanaqa? arablarning maqoli, bizda ham bor endi. Bunda ko'proq ona nazarda tutilgan o'zi. Har qanday buyuk insonni orqasida ona turadi. Ona. Shu bilan birga ayol ham bor. Xoh opa bo'lsin, singil bo'lsin, ayol turadi. ayoli bo'lsin. Chunki erkak kishini o'zi jamiyatda bir narsaga ega bo'la olmaydi. Erkak kishini o'zi bilan jamiyat bo'la olmaydi. Ayol uni o'sishiga, ya'ni yuksalishiga sabab bo'ladi. Orqada turadi, front ortida jang qiladi u. Asosiy maydonda erkak kishi bo'ladi. Uni orqasidagi ayoli unga dalda berib turishligi, unga siz bilan birgaman deb turishligi o'sha orqasida ayol turganligini bildiradi. Payg'ambar alayhissalomni vahiy birinchi kelganda titroq tutgan. Tushunmaganlar boshida nima bo'lyapti deb. Shunda Hadicha onamiz ko'ngil ko'targanlar-da. Siz yaxshi insonsiz axir, yetimlarning boshini silaysiz, qarindoshlarning holidan xabar olasiz. Sizga yomonlik bo'lishi mumkin emas. Yuring deb amakilari Varaqa ibn Nawfalni oldiga olib borgan. Keyin Varaqa aytgan, sizga Musoga kelgan farishta ketdi, siz payg'ambar bo'libsiz deb. O'shanda ko'ramizki, Hadicha onamizni payg'ambar alayhissalomning yo'llarida turishlari. Ya'ni tushkunlikka tushirishmas. Ko'chaga chiqarayotganda ham har doim ya'ni qo'llab-quvvatlab, qaytib kelishini ta'minlab turish kerak ayol kishi. Liviyalik bir qahramon bor, Umar Muxtor degan, oddiy o'qituvchi bo'lgan. Italiya Liviyaga hujum qilganda qurollik ya'ni askarlarni olib chiqib ularga qarshi urushgan, vatanning himoyasiga, mustaqillik uchun. Shu odam juda qattiq inson bo'lgan. Ayoli vafot etganda yig'lagan ekan. So'rashgan ekan, sizni hech yig'laganingizni ko'rmaganmiz. Ayolingizni vafotidan yig'ladingiz. Nimaga deganda, bu ayolim meni tushunardi. Shu dalda berardi degan. Ularda chodir degan narsa bor. Mana bizda qozonlarda bor, qirg'izlarda bor chodir. O'tov. Shunga o'xshagan o'tovlarni qurib yashashgan ular. Shu o'tovga kirayotganimda ayolim chiqib o'tovni o'sha eshigi, laqadan eshigini ko'tarib turardi. Boshingiz egilmasin. Siz dushman oldida boshingizni egmadingiz, bu yerda ham boshingizni egib kirmang deb turardi. G'oyani qarang, sherikligini. Bir-biriga nisbatan qanaqa bo'lgan bo'lar. Ana shu ayolni daldasi buni bo'ynini egilmasligiga sabab bo'lgan. Bugun qanchalar mana shu tushunchani oilangizdan topdingiz? Albatta, men ayol masalasida onamni yuqorida aytdim. Opam bor, singlim bor. O'zimning turmush o'rtoqlarim, bular hammasi Alloh menga bergan orqamdagi katta front bular. Ko'chada men bunaqa yashnab yurishim bekorga deb o'ylaysizmi? Bularning xizmati bor. Ilohim kelajakda qizlaringiz mana shunday bo'lsin, Xudo xohlasa. Mana shu ayol, muhabbat, sevgi, oila, farzanddan, ya'ni mana shu mavzudan chetlanmagan holatda nima deb o'ylaysiz? Insonga muhabbat bir marta beriladimi yoki takror berilaveradimi? Muhabbat o'zi nimaga ekanligiga bog'liq.
muhabbat ikki xil bo'ladi. Majoziy bo'ladi, haqiqiy bo'ladi. Majoziy muhabbat yoshligida hali ko'p narsani anglamay, tushunmay turgan paytida uyg'onadi. O'zi hub kalimasi bir ma'noda qalbni to'ridagi, qalbni ichidagi urug'ga aytiladi o'zi. Habba deb arablar urug'ini aytadi. Hubbun ham shu. Qalbni urug'ida u. Urug'i bo'lmasa o'smaydiki, meva bermaydiki. O'sha urug' agar qaysidir bandani yaxshi ko'rib qolsangiz, nimagadir bo'lgan mehringiz, muhabbatingiz bo'lsa, borib shu qalbdan Allohga bo'lgan muhabbat umid qilinadi. Tasavvufda gap bor. Muhabbatul majazi qantaratul haqiqah degan. Majoziy muhabbat haqiqiy muhabbatga ko'prik bo'ladi. Ko'prik bo'ladi. Majoziy muhabbat bo'lish kerak. Muhabbatdan bo'ldi paydo. Muhabbatsiz kishidan qoch huvaydo degan. Muhabbat sekin muhabbatdan paydo bo'lib boradi. Insonning muhabbati asl cho'qqiga yetganda Allohga bo'ladi. Qays haqida mashhur asarlar bor. Qays bu Majnun. Layloni yaxshi ko'rib qolgan. Layloni bir marta ko'rgan bo'ldi, yaxshi ko'rib qolgan. Keyin qidirib yurgan. Hamma muhabbatga tegishli go'zal so'zlarni shuni atrofida ko'rasiz. Majnun degani jinni degani. Jinni bo'lgan shuni ko'yida. Laylo tun degani. Qorada u xotin qop-qora bo'lgan. Bir ko'rsangiz chiroyli emas. Ba'zilar uni rasmini ham asarlardan qilib chizib ko'rishgan. U Layloga yetishgandan keyin Layloga qaramay qo'ygan Qays. Keyin so'rashgan, Laylo deb o'lding. Yetishgandan keyin nimaga uni qaramayapsan desa, men uni sababidan haqiqiy muhabbatga erishdim degan. Allohga bo'lgan muhabbat tugamasligini, Allohga bo'lgan muhabbat asl zavq ekanligini shu orqali ko'rdim degan. Bu ham endi bizga bir o'rnak. Muhabbat insonni haqiqiy muhabbatga olib borsa foydali bo'ladi. Muhabbat insonni shahvatga olib borsa, uni zarariga ishlaydi. Bugun podkastimizni ko'rib o'tirgan bo'lsalar kerak, ayolingizga nima degan bo'lardingiz? Uyda o'tirji. Nima uchun minnatdorsiz ularga? Farzandlar uchun. Meni tanlagan uchun. Savollar tugamayapti Abror aka. Deyman. O'zingizga xiyonat qilgan vaqtlaringiz bo'lganmi? Xiyonat mavzusi juda og'ir mavzu. Men bundan har doim hazar bo'lishlikni, hazar qilishlikni so'rayman. Endi o'zimga xiyonat agar u vaqtimni isrof qilish, kerak paytda kerak narsadan foydalana olmay qolishlik mavzusidan majoz bo'lsa, unaqa narsalar ko'p bo'lgan. Umrimizni vafosini qila olmadik. Mana 50 ga kirib qolganman ham hozir. Yarim asr o'tdi, 49-50 ga kiryapman. Yarim asr o'tdi. Ba'zi haterlarimiz meni chol deb qo'yadi. Uni so'kishda o'ylayapti shekilli. U bizga faxr-ku, qani edi chollikka yetsak. Yetyapmiz mana, yetib qoldik o'zi. Bizning yoshligimiz qolgani yo'q. Shuning uchun u umrga vafo, yoshlarga ham ko'p nasihat ma'nosida meni odobnoma darslarim bor maktabda bolalarga aytaman. Vaqt juda qimmatli. Qimmatligan emas, bebaho. Qimmat narsani ham narxi bor o'zi. Vaqtning narxi yo'q. Uni pul bilan topib bo'lmaydi. Foydalanish kerak uni deyman. Vaqtga vafo qilish kerak. Foydali ustozga vafo qilish kerak, ota-onaga vafo qilish kerak. Bular hammasi muhim narsalar. Ularni yaxshiligini qila olmay qolgan odam ularga xiyonat qilib qo'ygan bo'ladi. Alloh taolo kechirsin. Hayotingizda shunaqangi bir voqea bo'lganmi? Misol uchun, mana o'sha paytda afsus chekkansiz, lekin keyinchalik, yaxshi ham bo'lgan ekan shu. Qaysi birini aytib bera olasiz? Balkim kimgadir mana shu bir boshqacha bir dars bo'lar hozir bizni tomosha qilayotgan. Ba'zi o'qishlarga kirmoqchi bo'lganman, misol uchun, keyinchalik uni manfaatidan ko'ra undan voz kechganim yaxshi bo'lib chiqqan. Ba'zi yo'nalishlarga kirmoqchi bo'lganman, falsafani o'qiganman, masalan, Marksni, Lenin falsafalarini, Darwin, Lamarck tushunchalarini. O'sha yo'nalishda ketsam doktorskiy qilishim mumkin edi balki.
keyin bir joyga kelganda islom adabiyotini, islom falsafasini ko'rganimdan keyin ular hammasi puch narsalar ekanligini, vaqt isrof qiladigan narsa emasligini tushunib, o'shandan voz kechganimga xursand bo'lganman. Lekin o'qiganim foyda bergan. Chunki ko'p ateistik nazariyalar, ateist tushunchadagi odamlar bilan bahs qilib shunga amin bo'ldimki, ateist tushunchadagi odamlarning aksariyati kitob o'qimaydi. O'zlari nazariyalarini, tag ildizini ham o'qimagan. Men o'qib chiqqanman ko'pini. Lamarkni yaxshi bilaman, Darwinni yaxshi bilaman, ularning nazariyalari qayerda farq qiladi. Kant nazariyasi bor, Sigmund Freud misol uchun dunyoni shahvat boshqaradi degan tushunchalari, Kantni yaxshilik tushunchasi qayerdan kelib chiqqan degan nazariyalar. Bularning hammasi bir paytlar o'qiganim, ular bilan bahslarda foyda berdi. Ularning nazariyasini bilaman-da, o'sha aytaman falon kitobda bunaqa degan. Darwin bilan Lamarkning nima farqi bor? Misol uchun tabiiy tanlanish bilan dunyo paydo bo'lgan deydi ular. Tabiiy tanlanish. Bizi ko'zimiz ikkita tepada bo'lib qolishligi tabiiy tanlov ekan u. Qanaqadir ijod emas ekan u. Alloh taolo yaratgan demaydi-ku ular. Bizdagi simmetriya, qoshimizni bir xilligi, yuzimizni o'rtasidan chiziq tortsa simmetriya bor bizda. Ya bir xillik bor. Simmetriya. Ya'ni bu yoq qanaqa bo'lsa, bu yoq shunaqa. Bu chizish bilan bo'ladi. Tasodifan otib yuborsangiz shunaqa shakl bo'lib qolmaydi u. Ya aytadiki, Lamark deydi, ehtiyoj tabiiy tanlanishlikka asos bo'ladi deydi. Ehtiyoj. O'shaning uchun deydi, bir avlod dunyodan o'tib ketayotganda keyingi avlodga o'sha ehtiyojni qoldirib ketadi deydi. Keyin u o'sha ehtiyojni yana xohlaydi, o'sha shakllanib boradi deydi. Men aytamanki, Lamarkka savol beraman. Necha ming yildan beri ayollarni qulog'ini teshyapmiz biz. To'g'rimi? Nimaga teshib quloq xotin tug'ilmayapti qiz? Ehtiyoj davom etish kerak edi-ku. To'g'rimi? Odam har doim qulog'i teshilavergandan keyin u keyingi avlodga aytish kerak edi. Ey, quloq teshilish ehtiyoji bor ekan deyish kerakmidi? Deyish kerak edi. Qulog'i teshik qiz tug'ilish kerakmidi? Tug'ilish kerak edi. Tug'ilmayapti-yu. Xato. Demak bu Lamarkni ham, Darwinni ham falsafasi bizga majburan siyosiy bosim sifatida qo'llanilgan. Bizni xalqimizni manqurtlashtirish, mehnatga moyil qilish, faqat ishlab bizga qora mehnatda qul bo'lsin uchun uni singdirishga. Ilmiy asosi umuman yo'q. Nazariya sifatida ham qabul qilib bo'lmaydi. O'shalarni o'qib bir paytlar yurganim, keyinchalik shu yo'nalishdagi odamlar bilan bahslarimda foyda berdi. Hozir yana bir marta amin bo'lyapman. Juda ham xotirangiz kuchli. Ana o'sha shuncha yillar avval o'qigan bilimlaringizni hozir misol uchun savol bersam so'zma-so'z aytib berish. Endi bu bizni vazifamiz, ko'p bahs qilganmiz, o'shaning uchun zehnda qolgan. Qiziqqan narsangiz zehningizda qoladi-yu. Bir odam meni zehnim past, ilm o'qiyolmayapman desa ustozlar aytardi. Insonning zehni pastligi nima bilan o'lchanadi? Qachon zehningiz past deyiladi? Bir kishiga $50,000 qarz berdingiz. Shuni esdan chiqarib qo'ysangiz, zehningiz past bo'ladi. Uni hech kim esdan chiqarmaydi-ki. To'g'rimi? Zehn siz qiziqqan narsangizda u. Qiziqqan narsa. O'g'lingizni ismini esidan chiqarib qo'ysangiz, siz zehningiz past bo'ladi. Uni esingizda turadi, sizni qiziqqan narsangiz. O'shan singari ba'zi muvaffaqiyatlar u omad, zehnni zo'rligidan deb o'ylaydi ko'pchilik. Asli orqasida mehnat yotadi. O'shanga qiziquvchanlik, o'shani ko'p tajribadan o'tganligi yotadi. Kimgadir agar aytib bermasam esimdan chiqadi. Aytib berish mustahkamlaydi. Mustahkamlaydi. Kitob o'qishdagi manfaatlardan bittasi shu. O'qiyotganingizda kimgadir aytib beraman deb o'qishingiz kerak. O'shanda zehnda yaxshi o'rnashadi. Bir intervyungizda aytib o'tdingizki, agar maktablar qurilmasa, kelajakda qamoqxonalar quriladi. Bu Otto Bismarckning gapi, Germaniya kansleri bo'lgan. U shunaqa degan. Agar maktablarga pul sarflanmasa, kelajakda qamoqxonalarga pul sarflanadi. Falsafiy gap. Chunki bolalar betarbiya bo'lib jinoyat qiladi, keyin ularni qamash kerak degan ma'nosi bor. Hozirgi kundagi siyosat bizni qarzdor qilib qo'yapti o'zi. Ta'limga bo'lgan eshiklarni ochib tashlagan, nima taklif bor, kelinglar deyapti. Bunaqa paytda jadidlarimiz qilolmagan, orzu qilib hatto jonini fido qilib yuborgan
sharoit bugun paydo bo'lib turibdi. Qilmagan javobgar bo'ladi. Bugun qilish kerak. Chunki eshiklar ochilgandan keyin bog'dagi gulni hidi kirishi bilan birga chang ham kiradi. U changinga ham biz tayyor turishimiz kerak. Biz bu millatni, xalqni rivojlanishligini ta'limdan boshqa joyda yo'qligini bilishimiz kerak. Biz tijoratda doim iste'molchi bo'lib turaversak, Xitoydan mol olib kelsak, Turkiyadan mol olib kelsak, ularni boy qilamiz. Olib kelgan narsamizni iste'mol qilib yurib, yana borishimiz kerak. Yo'q, biz Xitoy ishlab chiqargan narsani bu yerda ishlab chiqarishimiz kerak. Uni kim ishlab chiqaradi? Shuni ilmini bilgan mutaxassis ishlab chiqaradi. Hamma sharoitni beryapti davlat. Ol kollarni deyapti. Ishlab chiqar deyapti. Ol yerlarni deyapti. Qil. Qo'lida hech hunari yo'q, hech bitta ilmga kamoloti yo'q. U hech narsa eplolmaydi. O'shaning uchun bolalarimizni o'qitib, hamma soha, harbiy soha bo'ladimi, badiiy soha bo'ladimi, doktorlik sohasi bo'ladimi, hozir sport sohasi ochilgani uchun yo'l. Qarang qanaqa yutuqlarga erishyapmiz. Bu Osiyoda birinchi o'rinni olish tariximizda katta yutuq bu. O'sha korrupsiyani olib tashlash, millat uchun xizmat qilish, mutaxassis o'sha joyga qo'yish. 9 ta bo'lib urishdi. 11 ta o'yinchisini. 12 tasini urdi hatto. Chunki hakam ham ularga qarab o'ynayotdi. Bu qo'llab-quvvatlasa bizni millat qonida qanaqa odamlarni qoni oqyapti. E'tibor qayerga qaratilsa, o'sha yerdan natija ko'rishlik haqida hozir. Millat bitta sohada rivojlanmaydi. Hamma sohada rivojlansa rivojlandi deyiladi. Hozir sportda rivojlanyapmiz, ta'limga e'tibor berilyapti, tijoriy yo'nalishga, ishlab chiqarishga. Endi buni qiladigan odam qilish kerak. Shunga urg'u berish kerak. Onalarni bilimli bo'lishi qanchalar muhim? Birinchi o'rinda turadi. Chunki misol uchun maktablar ochilsin, institutlar ochilsin, ustozlar ko'paysin, lekin farzand oilaga qaytib kirib keladi-ku kechqurun. Ona o'sha joyda keyin buni teskarisi bo'ladigan bo'lsa, o'g'il bolani o'qitish, o'g'il bolani o'qitish. Qiz bolani o'qitish millatni o'qitish hisoblanadi. Qiz bolani o'qitsangiz, butun boshli millatni o'qityapman deyvering. Qizlarini o'qitmagan millat kelajakda savodsiz avlodga duchor bo'ladi. Bu oqibati yaxshi emas. Chunki ayol kishi tarbiyani 80% qo'lida. To ona bo'lib bolani qornida ko'tarib, keyin quchog'ida ko'tarib, keyin tarbiyalab to jamiyatga olib chiqquncha aksar holda ona bilan birga bo'ladi bola. Undan oladi ko'p narsani. Tarbiyali bo'lsa, ilmli bo'lsa, millat dardida bo'lsa, u yaxshi kadrlar yetishtiradi. Imom Buxoriy ona tarbiya qilgan. Imom Molik ona tarbiya qilgan. Sho'ba ibn Hajjoj ona tarbiya qilgan. Imom Navoiy ona tarbiya qilgan. Imom Shofiy ona tarbiya qilgan. Qarasangiz, aksar ulug' odamlarni dadalari yoshligida o'tib ketgan, yetim bo'lib qolgan, ona tarbiya qilgan. Ona zo'r bo'lsa, zo'r avlodlar chiqadi. Shuning uchun bo'ydoqlarga ham shu tavsiya. Yaxshi axloqli, ilmli kelin qidirish kerak. Tarbiyani yarmini bajargan bo'ladi. Qolgan yarmiga o'zi harakat qiladi. yigitlarimiz o'ziga ayol emas, farzandi uchun onani tanlashi kerak. Birinchi tarbiya onani tanlashdan boshlanadi. Keyin u yog'i oson bo'ladi. Qizlarimiz ham xuddi shunaqami? Albatta. Qizlarimiz bu mas'uliyatni his qilish kerak. Bizda noto'g'ri tashviqot bor. Bilsangiz, SSR tizimi paytida paranji tashash siyosati orqali ayollarni ko'chaga chiqarish reaksiyasi boshlangan. Ya'ni missiyasi boshlangan. Nima uchun chiqarishgan? Bilasizmi, eshitganmisiz shuni? Ozodlik, ayollarni erkin, hur yashash kerak degan gaplar hammasi o'sha missiyani amalga oshirish yo'lidagi slogan bular. Shior qilib ishlatishgan. Aslida 16 millionga yaqin aholi bo'lgan O'zbekistonda, 16 millionni ya'ni mehnatga layoqatli 8 millioni deng yo erkak kishi bo'lsa, qolgan 8 million uyda o'tiribdimi? Opchiq ularni ham degan. Ular ham paxta tersin degan. Ayollarni ishlatish uchun ko'chaga olib chiqilgan. Bu degani biz musulmonchilikda ko'chaga chiqarmaydi ayolini degan narsani yomon a priori qilib singdirishgan. Ana g'oya qayerda bo'lgan? Lekin ayolni biz uyda o'tirib
ko'chaga chiqmaslik tarafdori emasmiz-ku. Ayol bola tarbiya qilsin deyapmiz. Maktablar ochib beraylik, bog'chalar qilib beraylik, doktorlar yetishtirsin, ayollarimizni o'qitaylik degan g'oya bo'lgan. Yo'q degan, chiqib paxta tersin degan ular. Bosqinchilar. G'oya shunaqa bo'lgan. Undan ustalik bilan foydalangan. Media orqali, gazeta orqali, odamlarga buni targ'ibot orqali. Ayollarni sharoitini qilib berish kerak, ularga og'ir mehnat yuklamaslik kerak. Savollarim tugamaydi. Siz uchun vaqt qadri bu nima? Har narsani qiymati bor, qadri bor. Vaqtni qiymati yo'q, qadri bor. Sotilmaydi, narxi yo'q, bahosi yo'q. Arablarda bir maqol bor. Vaqt qilichga o'xshaydi, kesmasang seni kesadi degan. Vaqtdan foydalanib qolish kerak. Qachon ketib qolishimiz aniq emas. Va yaxshilik qiladigan fursat, vaqtlar ham doim bo'lmaydi. Qo'lingizda sharoit, imkoniyatingiz bor, xizmat qilaman desangiz, yo'q, ota-onangizga xodim xizmat qilib qolishingiz kerak. Hozir vaqti. Ertaga birdan ular o'tib ketib qolsa, yaxshilik qilaman desangiz ham qila olmaysiz endi. Yo'q ular. O'shaning uchun vaqt bu juda ham qadrli narsa, bizga berilgan katta sarmoya. Biz bir kitob bo'lsak, har kuni bizni bir kunimiz bir varaq sifatida yirtib tashladi. Boshqa joyga tahlanadi. O'shandan yaxshi xotiralarni yozib qolishimiz kerak. O'limga munosabatingiz qanaqa? O'lim asli go'zaldir. Parda ortidan xabar. Go'zal bo'lmasa vafot yetarmidi payg'ambar. Men shu to'rtligingizni bir videoyimda ishlatdim. Yuborib qo'yaman sizga. Juda ham men uchun katta mavzu bo'ldi. Hattoki darslarimda ham o'tdim bu mavzuda. Aynan sizni mana shu to'rtligingizdan foydalanib. Salomat bo'ling. Bu o'zi Najib Fozilli she'ri. Bu davomi ham bor. To'lig'ini o'qib qo'yaymi? Najib Fozilli she'ri bu turk yozuvchisi. Yozuvchisi, shoir. O'lim asli go'zaldir. Parda ortidan xabar. Go'zal bo'lmasa vafot etarmidi payg'ambar. O'lim asli visoldir. Qullikning toji sajda. Sajdali o'lim bilsang, yor diydoridan mujda. Eshikma eshik yurib, so'ng eshikda o'lish bor. Har ostonada yig'lab, oxirida kulish bor. O'lim aslida bayram, boshqa bayramni unut. Kelajak Azroilni pokiza holingda kut. O'lim aslida go'zal, parda ortidan xabar. Go'zal bo'lmasa edi, o'larmidi payg'ambar. Tayyormisiz siz? Har daqiqa o'limga tayyor turish kerak inson degan g'oyalar bor-ku, fikrlar bor. Chunki yaqinda bir stories qo'ydingizda, ana shu storiesingizda siz aytdingiz, men ertalab turdim va o'zim bilmay qoldim, yiqilib tushdim. O'zimni tashlab yubordim. Bir endi mana shu joyingizdan yoki burningizdanmi? Burningiz sindimi, boshingiz yorildimi, nimadir bo'ldi-da, storiesingizda ko'rdim shu narsani. Endi bunaqa hodisalar bo'lgandan keyin odam xohlasa xohlamasa bir eslab qo'yadi-da o'limni. Albatta, o'limni eslamay o'tish musulmonga yarashmaydi. O'limni eslash kerak. Har namozda, ibodatda bu haqida eslanadi, eslash kerak o'zi. Chunki eng aqlli odam kim deganda payg'ambar alayhissalatu vassalom oxirat uchun amal qilgan odam eng yaxshi odam. O'limdan keyingi hayotga amal qilib qo'yish kerak. Dunyoda rahmat, tashakkur, mana narxi, mana ham yaxshilik qilaman, bular ora ochiq qilinadigan narsalar. Lekin bizga foydali narsa olib ketadigan narsamiz. O'shaning uchun o'limga tayyormisiz desa, qiyin masala u. Tayyorman, qani olib ketaver jonimni deb. Lekin Allohning rahmatiga suyanib iymonim bilan olginda, to'satdan keladi-yu alayhissalom. O'limdan bexabar qolib ketmayinda, tilim kalima shahodatda, qalbim iymonni tasdiqida tursinda, shunaqa qilib o'tib olsamidi degan orzuyimiz bor. Alloh orzularni eshitadi.
ularning qobiliyati ijobat bo'ladi degan umidimiz ham bor. Ilohim yuz yoshlarni ko'ring. Abror aka, ketkazgan vaqtingiz uchun rozi bo'ling. Bizga ajratilgan mana shu umringizni kichkinagina bir qismini Allohim ziyodasi bilan, Xudo xolasa vaqtingizga, umringizga baraka bersin. Minnatdorchiligimni izhor etaman. Kattakon rahmat. O'lim haqida bir she'rim bor, shuni o'qib beray. Albatta. Viski bo'lsin. Unutma. Haromla rizqingni kirlatma. Iymoning bebahodir, sotma. Tavba qil, tavbasiz hech yotma. Unutma, o'lim bor, unutma. Qo'rqmagin zolimning shoxidan. Sen qo'rqqin mazlumning ohidan. Ayrilma Robbing panohidan. Unutma, o'lim bor, unutma. Haq bo'lsang yetarlar qadringga. Sabr et, ajr bor sabringga. Sen yolg'iz kirarsan qabringga. Unutma, o'lim bor, unutma. Sog' bo'ling. Rahmat. Juda ham go'zal she'r. Azizlarim, maydoni 1,5 gektar joyni egallagan Jahon School maskaniga farzandlarimiz uchun ochilgan yangi maktabga tashrif buyurdim va sizga bilmadim qanchalar qisqa muddat ichida bu maktabning afzalliklari haqida aytib bera olaman, chunki 1,5 soatga ham sig'maydi bu ma'lumotlar, lekin imkon qadar qo'ldan kelgancha sizga hozir aytib o'taman. Birinchisi, qadrdonlarim, Jahon School maskanida sizni farzandingiz ingliz tilini Cambridge o'quv markazi dasturi asosida o'rganadi. Jahon Schoolda 11 yillik SkillDev dasturi joriy etilgan. O'quvchilarda aniq tabiiy va ijtimoiy fanlardan chuqur bilim olish imkoniyati bor. Maktabda shuningdek o'quvchilarning xulq-atvorini shakllantirish uchun ijtimoiy etiket darslari ham o'tiladi. ITni esa hammamizga yaxshi tanish bo'lgan Najot ta'lim dasturlari asosida o'rganishadi. Qizlarimizga esa Safiyadan qandolatchilik to'yaragi mavjud va Qamar kitoblar do'konining zamonaviy kutubxonasidan foydalanish imkoni farzandlar uchun yaratilgan. Azizlarim, umid qilaman o'z farzandini taqdiriga va uni bilim olish jarayoniga befarq bo'lmagan ota-onalar bizni tomosha qilishyapti. Albatta, bu maktab Jahon School 2025-yildan, ya'ni bu yil sentyabr oyidan o'z faoliyatini boshlaydi. To'liq ma'lumotni quyidagi telefon raqamlari orqali yoki opisaniyada qoldirilgan havola orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Olma o'g'lim o'zimmi? Sevgili nonushtaydan. Mana nonushtamiz keldi. Qani qizim, ol. Axir bugun dushanba-ku. Dushanba? 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 Qani tez bo'la qolinglar. Vaqt qadri Ra'no Mo'minova bilan